Leksiyelerimizden devamlaştırımız vatandaş. Xudoga shukr, kamera saqlayıp qaldi. Bugungi sizlarga 2021-yil 5-ayning 22-kuni vatandaş. Endiki mavzu mundaq. Yevropa İttifaqı parlamenti yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab Yevropa İttifaqı bilan Jungo o'zaro mablag' solish kelishimini muhokama qilishni to'g'latdi. Mavzuli xabar 5-ayning 21-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yevropa İttifaqı parlamenti haftaning 4-kuni, ya'ni 5-ayning 20-kuni bir parcha qarorni yuqori ovoz bilan ma'qullab, Jungo'nun Yevropa parlamentida o'zlarini va ilm-fan xodimlarini imbor qilish mavjudligi bo'ladi ekan. Jungo bilan Yevropa İttifaqıning mablag' solish kelishimini har qanday o'ylashni rad qilamiz dedi. Qarornomaga asoslanganda bu kelishimni tasdiqlaydigan parlament Jungo'ning imborga qilishni bekor qilishni talab qildi. Bu qaror loyiha 599 biletning qo'llashi, 30 biletning qarshi turishi, 58 biletning huquqidan voz kechishi orqali ma'qullanadi. Haftaning 4-kuni ma'qullangan qaror loyihada Yevropa İttifaqı parlamenti Jungo doiralarining jumladan 5 nafar parlament a'zolarini o'z ichiga olgan shaxslar va gavdalik shirkatlarni asossiz embargo qilganligini aybladi. Parlament a'zolari mundaq ko'rsatdi: Beijingning bu harakati negizlik erkinlik hujum qilganlikdir. Ular Jungo doiralarining bundaq nomuvofiq tadbirlarni amaldan qoldirishiga haydakchilik qildi. Ya'ni parlament. Bu yıl 3-ayda Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada qatorliq davlatlar Uyg'uristonda kishilik huquqni dafsanda qilgan Jungo amaldorlarini embargo qilgan edi. Yevropa İttifaqı parlament a'zolari mundaq hisobladi: Jungoning embargo qilishi xalqaro qonunlarga asoslanmagan. Jungoning Yevropa İttifaqı parlament a'zolarini embargo qilishi xalqaro qonunlarga asoslanmagan dedi. Yevropa İttifaqıning embargo qilish tadbirlari kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga qaratilgan. Kishilik huquq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ahdnomalarida qo'g'dash kafolatiga. Yevropa İttifaqı parlamenti a'zolari Yevropa İttifaqı bilan Jungoning munosabatini qaytadan bog'lashni chaqiriq qildi. Ular bir qator tadbirlarni tuzib, masalan, majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovar mahsulotlarining Yevropa bozorlariga kirishini cheklashni tavsiya qildi. Leksiyalarning davomini anglash, hurmatli vatandosh.